3 xonadan iborat ikkita sanuzel va bitta oshxonadan iborat bo'lgan Farg'ona shahrining eng yaxshi lokatsiyalarida, ya'ni Aziya gastinisaning yonginasida ko'p qavatli uylarda joylashgan uyimiz sotuvga chiqmoqda. Ko'rib turganimiz uyimizni zal qismi, asosiy mehmonlarni kutib oladigan qismi, o'zini konditsioneri, televizori va yumshoq mebellariga ega. Pol qismi parket pol qilingan, yumshoq mana gilamlarni solib qo'yishibdi. Ichigidan shundoqqina kirib kelganda o'zini hol qismi bor ekan. Hol qismi ham anchagina keng, katta. Keyingi xonamiz office sanuzel bo'lyapti, azizlar. Devorlari kafil qilingan, Aristoni hamma qulaylik jihozlarga ega. Bu zalimiz bo'lyapti. To'g'rida oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamizda ham oshxona jihozlari, gaz plita, kir moshina, do'kontrans tizimlari, uyimiz отопление qilingan azizlar, kir moshinasi va oshxona mebellari bo'lyapti. Pol qismiga e'tibor beramiz. Keyingi xonamizga o'tib olamiz. Keyingi xonamiz bolalar uchun yotoqxonamiz, shkafimiz, ikkita divanimiz va dars qilish uchun alohida mebelimiz ham bor ekan. Xo'p, ikkinchi xonamiz bo'layotgan bo'lsa, bu yoqda uchinchi xonamiz, kattalar uchun yotoqxonamiz bo'lyapti azizlar. Divanimiz, bu yoqda ham konditsioneri bor, mebellarimiz va oynak. Garderobni qismi, bu xonamizda o'zini shunaqa qismi bor ekan. Chiroyli qilib dedingizga moslab olsangiz bo'ladi. Bu yoqda yana bitta xona bo'lyapti, bu hojatxonasi. Shundoqqina bu yoqda eshik ochib turib, spalniga bitta sanuzel dushovoy qilib olsa bo'ladi. Hojatxonani bu tomonga office sanuzelga ko'chirib olsa bo'ladi. Bu hisobda 3 xonadan iborat Farg'onaning eng yaxshi lokatsiyalaridan birida joylashgan bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 65 ming dollar deyishyapti. Kami bor albatta. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, savdolashib olishingiz mumkin. Agar uyimiz obzor yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga share tarqatib yoki komment qismida mehnatimizni baholab, o'z fikrlaringizni qoldirib ketishingiz mumkin. Azizlar, yurib qolamiz.